Valla, mana ashibga beradi-da o'zi. Ikkita fazada ishlab qolsa kuyadi, nima tu? Ammo ketadi. 2020-yil qo'yib berganmiz bu ekani. Ulkali sistemada bo'lgan. Xalq invertor deydigan частотный импровизаторlar ashibga berib qo'ygan. Ola 2 ekrandan chiqaraman ashibgani. Muammo nimada bo'lgan? Ikkita fazada qolib ketadigan bo'lsa, motor obmotkasi ketib qoladi. Xudo xolasa hozir simni ochib boshqattalab uladik. Sizlar bilan hozir buni yoqib tekshiramiz. Sizlar ham shunaqa muammolarga to'g'ri kelsanglar, birinchi mana shu yerdagi kiruvchi, chiquvchi fazalarni tekshiringlar. To'g'ri tekshirib ko'rasizlar. So'ng muammo yo'q bo'ladigan bo'lsa, ziniy bo'lsa ziniylarni tekshirib ko'rasizlar, avtomatlarni tekshirib ko'rasizlar. Oxiri motor ochiladi-da. Ko'p holatlarda ashtlardan chiqib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Yangi mo'ykalar shunaqa bo'ladi. Qotirish esdan chiqib qoladi yoki salslaveroq qotirib qo'yiladi. Yoki orada hammaga соединитель ziniylar bo'ladigan bo'lsa, mana shular kuygan bo'lishi mumkin. Ichida sim bo'ladi, buni ham предохранительga o'xshagan narsa bu ham uzilishi mumkin. Option shunga o'xshagan xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, cho'tki qilib bitirib beramiz, xudo xolisa.